Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan navbatdagi video darsimizni davom ettiramiz. Jahon tarixi fani ustozi, katta o'qituvchi Ismoilov Akmal. Sizlar bilan ma'ruza mashg'ulotini davom ettiraman. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimizda qadimgi Mitanniy podshohligi haqida gaplashib o'tamiz. Qadimgi Mitanniy podshohligi rejalarimiz quyidagicha. Birinchi rejamizda miloddan avvalgi 17-asrda Shimoliy Mesopotamiyadagi holat haqida. Ikkinchi rejamizda qadimgi Mesopotamiyani janubiga, hozirgi Suriya hududlarini shimoliy hududlariga to'g'ri kelgan, demak, Mitanniy podshohligini aholisi haqida hamda tabiiy geografik hudud haqida gaplashib o'tamiz. Umuman olganda, biz o'tgan darslarimizda gaplashganmiz. Miloddan avvalgi 2-ming yillikda Mesopotamiyada, hozirgi Iroq hududida, hozirgi Turkiyaning janubi-sharqiy hududlarida eng yirik shahar davlatlar vujudga kelgan dastlab. Miloddan avvalgi 4-ming yillikda agar sivilizatsiya vujudga kelgan bo'lsa, vaqt o'tib shahar davlatlar alohida mustaqil, alohida kuchli, qudratli, harbiy jihatdan mustahkamlangan, mudofaa inshootlari bilan o'ralgan davlatlarga aylanib borishgan. Miloddan avvalgi 2-ming yillikda Janubiy Mesopotamiyadagi eng yirik, eng kuchli, qudratli shahar davlat bu Bobil podshohligi bo'lgan bo'lsa, unga qo'shni hududda 2-ming yillikda Mitanniy podshohligi ham o'ziga xos kuch-qudrat bobida tengsiz davlatlardan bo'lgan. Mitanniy podshohligini mana xaritada territoriyasini, hududini ko'rishimiz mumkin. Demak, uni shimoli-g'arbiy mintaqasida Xet podshohligi, janubida esa Siriya podshohligi, undan janubroqda demak Vavilon, ya'ni Bobil podshohligi mavjud bo'lgan. Mana qizil chegara bilan ko'rsatilgan joyda demak Mitanniy podshohligini kengaygan, demak o'zini tarkibiga kirgan hududlari chegaralab berilyapti. Qadimgi Mitanniy podshohligi o'zini qudratiga, o'zini cho'qqisiga demak 2-ming yillikni birinchi yarmida yetganligini ko'rsak bo'ladi. Mitanniy podshohligi Mesopotamiyadagi Xabur daryosi yaqinida paydo bo'lgan. Ularning dastlabki shohlari haqida unchalik ma'lumotlar kam bo'lsa-da, lekin saqlanganlarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Mitanniy qirollarini qirol Tushrattagacha bo'lgan rivojlanish davri tarixi haqida ma'lumotlar nisbatan kamroq saqlangan. Qadimgi Mitanniy imperiyasi misrliklarga boshqa nom bilan, boshqa toponomiya bilan ma'lum bo'lgan. Ya'niki misrliklar Mitanniy podshohligi haqida yoki mitaniyliklarni demak Naxarinna podshohligi deb aytishgan. Shu nom bilan ular bilishgan ularni. Miloddan avvalgi 1460-yildan boshlab misrliklar, jumladan Fir'avn Tutmos 3-boshchiligida unga qarshi tez-tez kurashlar uyushtirib turishadi. Ya'ni qadimgi mitaniyliklar bilan misrliklar o'rtasida doimiy kelishmovchilik holatlari bo'lib turgan. Oradan ma'lum vaqt o'tib 1420-yilga kelganda Mitaniylar qiroli Shaush-Tatar paytida davlat mulklari O'rta Yer dengizidan shimoliy Zagros tog' etaklarigacha, Eronning g'arbiy qismida, shu jumladan Alalax shahriga yoki Suriyaning shimolida, shuningdek Nuzi, Qurrahani hamda Arabxagacha bo'lgan yerlargacha Mitanniy hududlari cho'zilgan. Mitaniyliklar demak Xetlar va boshqa Xuriy davlatlaridan ajralib turuvchi shimoliy chegara, hatto Shaush-Tatarning vorislari davrida ham hech qanday demak aniq territoriyani lekin ma'lum muddat aniqlab bera olmagan. Mitanniy podshohligi aslida boshqaruv shakliga ko'ra feodal davlat hisoblangan, kelib chiqishi oriy xalqlardan hisoblangan, xurriylardan bo'lgan jangchi zodagonlar tomonidan boshqarilgan deyiladi. Endi oriylar aslida kimlardir? Oriylar ham ko'chmanchi xalqlar hisoblangan, shimoldan janubga qarab ko'chgan qabilalar. Bular haqida tarixchi olim Hasan ota Abushiyni turkiy qavmlar tarixi asarida keladi. Dastlab ko'chgan ko'chmanchi oriylar o'zlarini dastlab kelib o'rnashgan Markaziy Osiyo hududlariga kelib joylashishganlarida ular o'zlarini Oriyo deb atashgan. Keyinchalik mahalliy Markaziy Osiyoliklar bilan assimilyatsiya jarayoniga kirishganlaridan keyin demak Oriyo emas, balki oriylar deb turib toponimika bilan aytilib ketilgan. Ko'pincha qadimgi Mitanniy podshohligida muhim bitta xo'jaliklar, muhim bir sohalardan bittasi bu yilqichilik hisoblangan. Ayniqsa Mitanniy podshohlari zotdor, nasldor otlarni yaxshi ko'rishgan. O'zlarini yirik yerlarda boqishgan ularni. Suriyadagi hujjatlar, shartnoma shartlarida ko'pincha shaharlardagi ijtimoiy yuqori sinfni tashkil etuvchi jang aravalarini kastasi haqida so'z borardi. Aristokratik oilalar odatda o'zlariga tegishli yer mulklariga ega bo'lishgan bo'lsa, masalan, Kirkuk yaqinidagi Nuzi shahridan topilgan akkad hujjatlari yoki xatlarning katta arxivlarida yer mulkini sotilganiga oid hujjatlar topilmagan.
bu yer uchastkasini sotishni aniqlash ko'pincha hiyla bilan chetlab o'tilardi. Oldingi egasi tegishli pul evaziga tayyor xaridorni qabul qilsa, boy xo'jayin, demak, Chixipchilla deyarli 200 marta qabul qilingan va shu yo'l bilan mahalliy hokimiyatlarning aralashuvisiz ulkan yer mulkiga ega bo'lganligi haqidagi arxiv hujjatlari saqlab qolingan. Mana fakt ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Qadimgi Mitanniy podshohligi yuqorida aytib o'tganimizdek, Misrliklar tomonidan Maharinna deb nomlangan. Yoki shimol g'arbdan chegaradosh hisoblangan Hetlar podshohligi tomonidan Mitanniliklar, demak, Hanigalbar podshohligi deb aytiladi. Mitannida harbiylar Yaqin Sharqdagi, demak, birinchilardan bo'lib jangovar aravalardan foydalanganlar degan ma'lumotlar Mitanniliklarga xos ma'lumot hisoblanadi. Yoki qolaversa biz tarixini eslashimiz mumkin. Qadimgi Misr podshohligini, qadimgi Misr davlat tarixini o'rganganimizda milod avvalgi ikkinchi mingyillikda oxirlariga kelganda, xususan 18-asrni oxirlarida, demak, Misrga ko'chmanchi Giksos qabilalari bostirib keladi. Aynan ko'chmanchi Giksoslar asli o'sha keng yer egalari yoki sohil odamlari, cho'l biyobon odamlari degan ma'noni beradi. Mana shu Giksoslar dastlab birinchi bor tarixda jangovar ot aravalaridan foydalangan holatda misrliklar ustiga hujum qilib kelgan. Misrliklar esa aynan ko'chmanchi Giksoslardan jangovar ot aravalarini foydalanish sir-sinoatlarini o'rganib olishgan. Ko'rishimiz mumkin, mana qadimgi Mitanniy podshohlari Hindoriy sulolalari ismlarini saqlab qolib, o'zlarida, demak, Mand jangchilari podshosi va Hurriy jangchilari podshosi unvoniga ega bo'lishgan. Jumladan, podsho Shutarna birinchi davridan boshlab 150 yil davomida O'rta Osiyoda Mitanniydan kuchli davlat bo'lmagan. Tasavvur qiling, 1,5 asr mobaynida Mitanniy o'zini kuch-qudrat bobida tengsiz ekanligini ushlab turgan. Mitanniy bu paytda Misr bilan, Mesopotamiya bilan hamda Sharqiy O'rta Yer dengizigacha cho'zilgan hududlardagi davlatlar bilan savdo aloqalarida, iqtisodiy, madaniy jihatdan o'zaro aloqada bo'lib turgan. Mitanniyliklarni eslab qolishimiz kerak. Ikkinchi mingyillikdagi eng muhim sohasi bu yilqichilik hisoblangan. Bunga parallel ravishda miloddan avvalgi ikkinchi mingyillikda Oldi Osiyo davlatlari yoki qadimgi Sharq davlatlari qatoriga kirgan Finikiya podshohligini eslashimiz kerak. Finikiyada aynan Mitanniyga parallel, demak, yilqichilik emas, u yerda yog'ochsozlik sohasida mashhur bo'lishgan finikiyaliklar. O'sha davr misrliklar olamida yoki o'sha davr Het podsholari odamlari yoki o'sha paytdagi Bobil yoki Mari shahri aholisiga agar imorat qurishda yoki ibodatxona qurishligida yoki tobut yasashligida taxta yog'och kerak bo'ladigan bo'lsa, ularni xayoliga birinchi galda, demak, Finikiya davlati kelavergan. Shu sohada, demak, Finikiya ustuvor bo'lgan bo'lsa, qadimgi Mitanniyliklar yilqichilikda, ya'ni nasldor otlarni boqishda ustuvor mamlakat hisoblanishgan. O'rtoq talabalar, sizlarda qandaydir mavzu doirasida savollar tug'iladigan bo'lsa, Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali bizga savol yuborsangiz, imkoniyat darajasida javob berishga harakat qilamiz. Bugungi qisqacha mavzuyimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda uchrashguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.